Mana bu yerda piyozini past olovda o'ldirib oldik va jigar qo'shamiz. Jigar, to'g'ni jigari, upakovkada bo'ladi. Toza уже yuvilgan, biz bargda yudik. Hozir piyozini, ko'p piyozni, ya'ni ikkita katta piyozni to'g'rab turib, sariyada ozgina suv solib, birinchi qo'rib oldimda, keyin ozgina suv solib dimlab qo'ydim. Piyozni yaxshilab o'lib olishi uchun. Endi ustiga jigar solamizda, jigari seli chiqadi suv bilan. Zo'r bo'ladi. Tuzni oxirida qo'shamiz. Sizlarga ham narsani aytaman. Bu superfood, ya'ni eng zo'r mahsulot bu jigar. Shuning uchun ratsioningizda haftada bir marotaba jigarni kirgizing. Yaxshi tekshirtirilgan jigarni olib iste'mol qiling. Bolalaringizga ham o'rgatinglar jigarni iste'mol qilishni. Bu yerda men ko'proq to'q jigarni yaxshi ko'raman, sizlarga ham tavsiya